O'rtoqlar biz hozir mana Masai Mara'dagi aholini uyi keldi. Bitta video qilib beraman, obzor qilib. Men bilan so'rab oldim, boshqatdan qilib chiqaman. Bu endi uy kirish. Bu joy qizlar, men buni oxirida aytaman nimaligini. Xo'p, mana kirdi zal, anaqa koridorga kirib kelamiz. Mana shu kichkina bir zalga to'xtaymiz. Zal qizu mana servantda bilan mana shu ovqat pishiradi. Вытяжка скорка ko'cha orqaga ketish, shu hidi o'tirib qolmas ekan. Bunaqa haligi hid takoy ozgina bor, no ko'p emas. Xo'p. Bu yerda kirganda mana bu joyda bolalar uxlar ekan, er xotini bolalari. Mana bu spalni bu yerda ota-onasi uxlar ekan. Kelin kuyovni bolalari bu yoqda, ota-onasi bu yoqda. Kelin kuyovni o'zi bu yerda uxlamas ekan. Xo'p, mana bu yerda yana bitta xona bor. Har bir uyda обязательно bo'lishi kerak ekan. Mana bu yerda bu Gostinniy mehmon kelsa, mana shu uxlar ekan. Xo'p, men ota-onasini uyning xonasini ko'rsatdik. Bir qanchalik katta kichkina bir takoy xudoga shukr degan joyi. Kichkinalikni ko'rasizlar? Taxminan 1,5 metrga 1,20 bo'lsa kerak. Mana qizimni karavatidan kichkina-da. Xo'p. Endi haligi maslaga aytdim. Men bu xona to'g'risida, bu xona mana bu. Endi bu uyda ishi yo'q, umuman bu yerda mol bor-ku, molini bolasi qo'yar ekan. Hali ko'chada qolib ketmasin deshar ekanda, yangi tug'ilgan mol bilan birga shu o'zi ham yashayverar ekan bitta uyda. Qoyilmisizlar? Xo'p, hali aytaman, men uylar bor orqada turgan. Bilasizlarmi, kim qurar ekan? Bu uylarni ayollar qurar ekan. Taxminan bir 15 tacha ayol 3 oy ichida qurib tashlar ekan. Erkaklar qurish запрещено ekan. Qiziq. Xotinga aytsa qotadi.